Hozirgi kunda trendga chiqqan o'sha mashhur qat-qat somsani birgalikda qilamiz. Demak, idishga ilitilgan sut, eritilgan margarin, tuz, dro'ja, bitta tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtirib, ustidan unni elab solamiz. Perchatka bilan ishlash men uchun qulaylik keltirgani uchun doim xamirlarimni qo'lda qoraman. Ekranda ko'rib turganingizdek, shunaqa qattiqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib, tindirishga yarim soatga olib qo'yamiz. Bu orada qiymalarni tayyorlab olamiz. Go'shtlarni to'g'rab, ustidan piyozlarni to'g'rab, 3-4 qoshiq salat yog'idan solib, tuz, zira, kashniy urug'laridan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamir yoyish uchun bitta idishga 1 qoshiq un, 1 qoshiq kraxmal solib aralashtirib qo'yamiz va xamirlarimizni 6 bo'lakka olib, shunaqa dumaloqlab, yana 10 minut tindirib qo'yamiz. Xamirlarni ketma-ketligida yoyib, xona haroratida erib turgan margarinlarni suramiz. Men somsam uchun shunaqa margarinlarni ishlataman. Xona haroratida erib turgan margarinlarni xamir ustiga surib, xamirlarimizni ustma-ust ketma-ket qo'yib, yana margarinlarni surib, xamirimizni tortib zich qilib o'rab, xolodilnikka 2 soatga qo'yamiz. Xamiringlarni qo'rqmasdan bemalol yuqori yoyaveringlar. Meniki qalinroq bo'lib qolgan, o'zi rasmda ham ko'rinib turibdi. Somsa xamirlarni shunaqa bo'laklarga bo'lib, bu somsa uchun juva ishlatilmaydi. Xamirlarimizni shunaqa chuqurroq qilib, ichini kattaroq ochib, chetlarini yuqori yoyib, qiymalarni solib, tugib olamiz. Somsani chetiga suv surib, kunjutga botirib olamiz-da, duxovkaga 180 gradusga pishirishga qo'yamiz. Hammani duxovkasini harorati har xil. Men duxovkamda 180 gradusda 40-45 minut oralig'ida pishirib oldim.